1 million so'mga tayyorlagan mebelimiz mana uстановkasi tugadi. Bu ishimizni Qo'qonga Bahodirjon akamizga olib kelganmiz. Hop, mana shu ishimiz bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerim 90 572 93 90 shu nomerda Telegramim bor. Aloqaga ham chiqsanglar bo'ladi. Endi bu ishimizni sizlarga qisqacha ma'lumotini ko'rsatib o'tib ketamiz. Obzor. Endi bu yerga mana shkaflar qilganmiz. Bu yerda duxovkani o'rni. Bu chegasida mana ikkitadan shkafi bor, polkalari ham bor. Past tomonlarda ham polkasi bor. Bu yerda duxovka, bu joyimiz mikrovalnovkasini o'rni. Hamma o'rnlar tartibli joylashtirib ketganmiz. Bu yerda mana tortmalari bor. Mana oshxonalari ham vakuum shandir bo'lgan. Bu ishimiz akrilik materialdan bo'lgan. Chekalar zavodskoy poxa kromka. Mana bu yerda yangilik qo'yganmiz. Bu yerga mana skirovodga har xil narsalar ilib qo'yadigan joy ham qo'yganmiz. Yaqindan olasiz aka. Shunaqa holatlari ham bor, yangiliklari. Bu yerda gazimiz bo'ldi. Endi gaz vetichkasining tepalarini ham o'rab qo'yganmiz. Mana dimoxodlari hamma yo'q joylashyapti. Bu yoqdan ko'ring. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu yerda duxovkaning o'rni, mana gazlarni shlankalargacha chiqqan hammasi. Tayyor holatda. Endi gazimiz ikki yonboshiga mana bu holatda bitta tomoniga kargo, bitta tomoniga g'aladon bo'lgan. Chiroyli fasonda ishlangan. Bu yerda mana tosh soladiganlari ham bor. Bu joyimizda musor paxiri bor. Suv shumkasi bor. Har doimgidek mana hammasi o'rn-o'rnida tartibli joylashyapti. G'aladonlari ham o'zi tortib ketadi. Yaxshisidan qo'yilgan. Mo'ykamiz ham qora mo'yka simstitil bo'lgan. Endi bu tomonga o'tsak, hop mana endi bu yerda halodenning tepasini ham o'rab berganmiz. Bu tomonga bo'lsa, bu yerda mana gaz balon shlankasi ham turibdi. Bu yerda gaz balon qo'yiladi. Tepalariga mana polka qo'yib qo'yganmiz. Bu yerga endi dasturxon, sochiq, har xil narsa qo'ysa bo'laveradi. Endi bu bandistokamiz bo'lgan. Bandistokamiz razmeri 1 metrga, bu tomoni 1.70 bo'lgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, stolning usti bilan bu yonboshi bir xil material, stalshnitsa bo'lgan. Past tomonlarida polkalari bor, foydalanishga yaxshi. Chuqurroq qilib qo'yganmiz albatta. Mana shu ishimiz bo'ldi. Mana qoshlarimizga e'tibor bergan bo'lsanglar, bu baket qosh qo'yganmiz. Bu yerda uvolganimiz ham bor. Bu yerda xona bilan. Xonani ham mana g'aladonlik qo'yganmiz bu tomonga. Xonani ham. Bemalol bunga ham narsa-parsa qo'ysa bo'laveradi. Mana shu ishimiz bo'ldi. Endi bizning ishimizni ichida bo'lgan narsalar shu mo'yka simstitil, suv shulka, musor taqib qo'sh soladiganlar bizdan bo'lgan. Uyda gaz, vetichka, halodenlik, uyda gazdan bo'lgan bitovoy texnikasi. Endi pastiga diodlargacha qo'yib berganmiz. Hali ulanmaganligi sababli yoqib bera olmaymiz. Hozir endi bunaqa holatlarda ko'p savollar bo'ladi. Gaz, vetichka, mo'yka, svetlarni ulash bizning ishimiz ichiga kirmaydi. Bular hammasi santexnik ishi. Mana shu ishimiz bo'ldi. Endi yangi mebellar quruq bo'lsin deymiz. Video davomida xato va kamchiliklari bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat katta.